Canavar. Mana hurmatli aka-ukalar, gazi balat novvoz so'ragan aka-ukalar diqqatiga. Bunisi nima deyapti? Inshaalloh albatta sizda bo'ladi. Assalomu alaykum, qadrli obunachilar, hurmatli YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari, Oqtepa o'z kanali obunachilari. Hurmatli aka-ukalar, bugun biz Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Yuksalish MFdamiz. Hurmatli do'stlar, shu ko'rib turgan boqma, xullas ko'chat, zotga do'stlar, zotga 2 dona sementalga gibrid bular aka. Sementalga gibrid fermadan chiqqan novvoshchalarimiz bor. Inshaalloh Xudo xolasa narxlar bilan tanishtirishga harakat qilamiz. Qo'limizdan kelganicha. Albatta sizlardan like va podpiska, bizdan beminnatgina inshaalloh xizmat. Bugun 2026-yilning 22-mart sanasi hafta kuniga yakshanba, barchalaringga yakshanba tongi muborak bo'lsin. Hurmatli do'stlar, biz Oltiariqdamiz. Bugun 22-chi, Xudo xolasa biz mana Nurullo akamizning xonadonidamiz. Assalomu alaykum. Nurullo aka, tuzimisiz? Charchamasdan. Rahmat, barchaga barobar bo'lsa. Ko'chatlar teribsiz aka. Qachon olib keldingiz aka bularni? Bunga bir hafta bo'ldi. Ha. Bu aka chorshanba, seshanba kuni olib kelingan ekan. Seshanba kuni kelgan, Xudo xolasa bular. Qaysidan boshlaymiz? Gibridlardan boshlaymizmi yo tepadan kelaylikmi? Bo'laveradi, qaysidan? Kattalardan kelaylik aka. Xudo xolasa, mana buni o'zingiz ko'rdingizmi? Nimasini? Zot-potini, ota-ona? Hozir Qirg'izdan tushgan. Qirg'iziston, ha? Qirg'izistondan tushgan. Ha. Do'stlar, stakan oyoqlar joyida hamma yo'q. Bo'ylari, nima deymiz? Bo'ylari bemalol chiqadi. Qani chuqurga tushyapti. Teparoqqa chiqchi. Bo'ylari bemalol 1.15 plus aka. 1.15. Narigisicha balandroq ekan. Do'stlar, mana ko'rishlari mumkin. Bularning kichina uchovin mandaqani olib yeblayman degan aka-ukalarga taalluqli bo'ladi videomiz. Yo'q, katta zarar emas. Menga kichina ham bo'laveradi degan aka-ukalarga. Do'stlar, Xudo xolasa ketdi. Aka, ukollari qilingan. Kasal yo'q, Xudo xolasa. O'sha bizni videomiz qayerda olishimizdan qat'iy nazar, bozorda olamizmi do'stlar, uylardan olamizmi? Molda birinchi o'rinda gazi deymiz, hali chehrasi, nastrenasi deb aytamiz. Biz o'zimiz jaydari tilda gazi deb gapiryapmiz. Mana do'stlar, oyoq qo'llari toza, Xudo xolasa. Ichi to'libdi aka shuni. Xudo xolasa, etlari bor. Agar mana shunaqa olib boqib sirazi 3 oy, 4 oyda foydaga kiraman deydigan aka-ukalar, albatta videoni yo'qotmaslik uchun podpiskani bosib qo'yinglar. Novvosimizni bo'yi 1.20 plus minus atrof, lekin semiz narsa ekan. Canavar. Mana buni ham ko'ramiz. Nastrenasi zo'r, bundan oqqan narsa yo'q. Oyoq qo'llari toza, Xudo xolasa, joyida hammasi. Bularimiz. Mana gibrid, sementalga gibrid novvoslar. Hurmatli aka-ukalar, ko'rishlari mumkin. Rishtonni olib chiqdim dedingizmi aka? Yo'q, bu oyoqlarni. Polg'ondiki, fermadan olib chiqdik bu ekan. Polg'onni fermasidan, ha? Andijondan kelgan yoshlar. Bular Andijondan kelgan Oltiariq sentriga. Bular Polg'ondan. Polg'onni misol bilgan biladi, misol boshqa joylardan kuzatayotgan bo'lsalaring, boshqa viloyatdan kuzatayotgan bo'lsalaring, Oltiariqda moli. Polg'on qishlog'i deyiladi, Oltiariqda moli xullas. Oltiariqda ichida. Nech pul narx qilamiz bularda aka? Bularda aka ikkovini bir joyga bo'lsa 35 million bo'ladi. Xayri bor aka. Bor. Hurmatli aka-ukalar, 35 million xayri bor. Aytilgan narxlar muhim emas. Talash tortishib, savdo qilishlik albatta sunnat. Do'stlar, novvoshchalarimiz bo'yi bular ham 1.10 tepasida ekan aka. Bunisini o'lchadi 12 chiqdi. 12 chiqdimi? 1.10 ga 1.12 xullas. 1.10 plus deyaveraylik. Oyoqlari joyida. Mana gibrid novvos. Prosta fermadaligi uchun aka-jicha nima bo'lgan baribir. Mollar bir-biriga usishadi, bir-biriga irg'iydi. Hali uyda bir dona baxshiz edi, haqiqiy to'lpoq qilib berasiz. 25 million deb turaveramiz akaga. Mana do'stlar, oling shunaqasidan albatta
zo'r bo'ladi inshaalloh. Mollarda nasrenalari joyda. Bitta yetali aka shularda. Ikkosini ham yeching aka. Ashi bolaga bering. Ana. Yetalaverasizmi? Kuching yetadimi? Mana, hurmatli aka ukalar. Hurmatli chorva ishqibozlari. Shu bir hafta bo'ldi tushgan ekan. Ha, bo'sh yurgan ekan. Mana, ko'rishlar mumkin. Tortinchi. Mana do'stlar, xullas, 35 million xayri bor. Ikkita buqachamiz. Vot jonavor. O'zlariga qaraganda oyoqlari baquvvat ekan. Ajoyib narsalar. Gap yo'q, baylavering aka. Yur. Vot jonavor. Hammaga nasib qilsin shunaqalardan. 35 million albatta xayri bor. Shu joyga telefon nomeringizni aytib keting aka. 90li 562 72 17 telefon raqamiga bog'laninglar akaga. Xudo xolasa dastavkasini kelishilgan holda vodiy bo'ylab qilib beraverasiz inshaalloh. Bunga nima deymiz aka polvonga? Bunga aka 24 baho aytamiz. Bitta yeching aka. Birartasi bir narsa qildim aka, bir moncha beray dedimi? Buni aka olib kelgan kunim aka 21 ham qildi aka. Sotinman deyapti. Ha, torting. Ha. 21 millionga bermadingiz. Endi qo'shilsa berasiz aka, xudo xolasa. Qo'shilsa ham bo'laman. Hurmatli aka ukalar, jonavor. Nima deymiz? Havas qilganlar, shunaqa mol boqib foyda qilgan aka ukalar. Albatta like bosib, kommentariyada o'z fikringizni qoldiravering, xudo xolasa. Shunaqa biz kiritgan videolarda, xudo xolasa yaxshi nastroyenalarda ko'rib olishga muyassar bo'lasizlar. Do'stlar, xullas novvochchamiz 24 million kami bor, 21 million qilingan holati. Albatta 21 millionga plus yursa beriladi aka. Do'stlar, mashalloh. Baylang aka. Juda ham zo'r. Do'stlar, biz Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Yuksalish MFYdamiz. Do'stlar, o'zimiz akamiz ham mana shu ko'rib turgan joylarni, misol molxonasi, mol bilan shug'ullanadi, sigirlar, boshqa mollar ham bor. Mana, misol olingan, yumalasa, foydasi bo'lsa sotiladi. Do'stlar, aka bunga nima deymiz endi? Bunga 23 million, 22 ham deyveraylik. 22 million. Kami bor. 22 million kami bor. Ozgina. Qalay narx bo'ldi aka ukalar? Qalay narx bo'ldi? 22 millionga arziydimi? Do'stlar, molni mana ko'rishlaring mumkin. Molni bo'yi bemalol 1.15 plus 20 ga boradi. Do'stlar, bemalol taqqoslab olaverasizlar. Juda ham zo'r. Gap yo'q. Kelishilgan holda xudo xolasa dastavkasini qilib berasiz. Kelishamiz. Bularni yeb ichishlarni ko'rdingiz-a? Xudo xolasa bir hafta sinov bo'ladi. Bir hafta sinovi bor. Hafta sinov bo'ladi. Albatta nima deymiz? Nima deymiz mana? Yegan ichganligi uchun jonavor bo'ynilari to'lib xudo xolasa yana bosaman deyapti. Bo'ldi aka, bayling. Hurmatli aka ukalar, nima sababdan chiqaryapmiz bunaqa videolarni? Bozordan olishda o'ta ehtiyot bo'linglar. Yo'q deb bo'lmaydi bozorda. Lekin bozorga ham, hali bozorda nima qilish emas, pastga urish emas. Bozorga ham chiqyapti, zo'r narsalar chiqyapti. Lekini bor. Misol Persepda chiqadi, mashinada chiqadi, hurmatli do'stlar. Misol har xil mol chiqib qoladi. Baribir aka bitta bozorda bitta yo ikkita chiqib qolyapti. Kasallik chiqib qolyapti. Albatta kasalliklarni Alloh nari qilsin bizdan. Do'stlar, o'sha gapimiz. Halolimiz haromga ketmasin inshaalloh. Shunaqalarda mana xo'jaliklardan olib bog'linglar, xudo xolasa foydasi bo'ladi. Bemalol quyida aytib o'tilgan raqamlarga aloqaga chiqinglar, pastga ham yozib qo'yamiz. Akamizning nomerlarini Oltiariqdan akamiz. Xullas hammasi misol olingan, ozginadan foyda bo'lsa sotiladi. Nima deymiz? Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Albatta kanalimizda qo'yinglar. Kanalimizda mehmonlar obuna tugmalarini bosib qo'yinglar. Biz kiritgan videolarda muntazam ravishda birinchilardan bo'lib ko'rishga muyassar bo'lasizlar. Aka, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizga ham rahmat. Shunchalik misol vaqtingizni aloq qilmasdan atrofdan olib kelib, yig'ib uyda sotyapsiz. Joningiz sog' bo'lsin. Oynadan baraka topsin. Inshaalloh. Sog' bo'ling aka. Hammalar bilan ko'rishlik Alloh nasib qilsin.